Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimizni konteyner materialidan yopib beryapmiz. Bu obyektimiz ustini razmerlariga keladigan bo'lsa, eni 16.70, eni uzunligi 21 metr. Hozir bu tepadan ko'rinishi firmalarimizni ham sizlarga ko'rsatamiz. Firmalarimiz 1.20 dan tushyapti. Mana Cessna poyezd ustiga armatura chiqarib ketishgan. Bu yerga firmalarimiz ustiga loy bossa ham bo'laveradi, pena quysa ham bo'laveradi. O'rtada perkarotkalari bor ekan bu joyimizni. Hozir sizlarga pastdan firmalarimizni ham olib beramiz. Tepadan ko'rinish. Mana akalar firmalarimiz. Zakat o'tga qo'ydi mana tagiga. Xudo xolasa kiranda aytib qo'yganmiz, kiran keladi. Ko'taramiz kiranda. Mana shu joyga firmamizni senteri 4.5 ko'tarib berdik. Uyda gaz uklonini balandroq xohlovdi. Bu obyektimiz usti tunka bo'ladi. Tunkani olib beradi, biz o'zimiz qatirib beramiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, kvadrati 170 mingdan 300 mingga doğru kvadrati. Joyga qarab, qanday bo'lishiga qarab narx aytib beramiz. Bu joyimizning kvadrati 210 mingdan tushgan. Har qanday o'lchamdagi uy tomlari, katta zdaniya, zavod, fabrikalarda ustilari bo'lsa, 24 metr, 25 metrgacha bez ustini yopib beraveramiz. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu joyga xudo xolasa o'rnatamiz kiramni.